2026-yilda chet tili sertifikatlarini qo'lga kiritib, 12997 talaba universitet kirish imtihonlaridan ozod qilindi. Va bu ko'rsatkich yildan yilga oshib bormoqda. Agar sizning ham farzandingiz ingliz tilini o'rganib, universitetga kirishni reja qilayotgan bo'lsa, men sizga bizning Stanford o'quv markazimizni tavsiya qilaman. Sizni ishontirib ayta olamanki, o'quv markazimizda o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari uchun barcha qulayliklar yaratilgan. Yorug' va shinam xonalar, qo'shimcha shug'ullanish uchun coworking zonalar va eng asosiysi do'stona o'qish muhiti o'quvchilarning ingliz tilini mukammal va qulay sharoitlarda o'rganishlari uchun tashkil qilingan. Shuningdek, Britaniya universiteti tomonidan tasdiqlangan zamonaviy ta'lim tizimi, yakshanba kunlari o'tkaziladigan mock imtihonlari, speaking tadbirlari va har bir o'quvchining individual rivojlanishi uchun beriladigan alohida e'tibor o'quv markazimizning yana bir muhim jihatlaridan. Agar sizning farzandingiz bizda o'qib, yuqori natija qo'lga kiritadigan bo'lsa, 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha bo'lgan cashback pullari mukofot sifatida beriladi. Agar siz ham farzandingizni yuqori natijalarga erishishni xohlasangiz, hoziroq biz bilan bog'laning yoki izohlarda plus belgisini qoldiring.